Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Yaxshimisiz, salomatmisiz? Bugun mana sizlar bilan navbatdagi teri kasalligi haqida gaplashamiz. Bu teri kasalligi ham juda keng tarqalgan va o'ziga xos injiq kasallik hisoblanadi. Chegaralangan neyrodermit yoki ba'zi bir adabiyotlarda Vidal temiratkasi deb ham ataladi. Bu neyrodermit kasalligi haqida men bugun to'liqroq tushuncha beraman. Bu qanday kasallik? Etiologiyasi qanday kelib chiqishi, mexanizmi, qayerlarda uchraydi, qanday rivojlanadi va bu kasallik qanday davolanadi? Bugun shu kasallikni birga muammosini yechamiz sizlar bilan. Neyrodermit kasalligi 35 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan odamlar orasida uchraydi. Ayollarga qaraganda erkaklarda ko'proq uchraydi. Bu kasallikning kelib chiqishida 3 ta asosiy sabab muhim o'rin tutadi. Birinchisi nevrologik faktor, ya'ni insonda nerv tizimida funksional o'zgarishlar yuzaga kelsa, bu kasallikning sabab bo'lishi. Ikkinchisi endokrinologik, ya'ni bu endokrin bez faoliyati. Ayniqsa neyrodermit bilan kasallangan bemorlarda qalqonsimon bez faoliyatini tekshirganimizda uning faoliyatining susayib ketishi yoki ortib ketishi kuzatilgan. Va uchinchi asosiy sabablardan biri gastroenterologik sabablar. Bu oshqozon ichak traktida patologik jarayonlarning kuzatilishi bu kasallikning rivojlanishiga ham sabab bo'lar ekan. Endi neyrodermit kasalligi o'zi qayerlarda uchraydi? Tananing qaysi qismida uchraydi? Bu eng kerakli nuqta, ya'ni neyrodermitda qichishish butun badan bo'lib bo'lmaydi. Faqat lokalniy, tananing qaysidir sohasi qichiydi. Qichishi butun umumiy boshqa teri kasalliklardan farqi ham shuda. Neyrodermitda ma'lum bir joy qichiydi. Ma'lum bir joyda, demak, qichish jarayoni kuchayadi va o'ta kuchli ham bo'ladi. Shu kuchli qichishish insonning ruhiy faoliyatiga ta'sir qiladi. Qayerlarda uchraydi bu? Odatda ko'p holatlarda mana bemorlarimizdan bilamiz, qabulimizga keladi. Bo'yinning orqa va yon sohalarida, jinsiy a'zolar atroflarida, orqa dumba burmalarida, oyoq son yoki tizzaning bukiluvchi yuzalarida va oxirgi paytlarda ko'p uchrayapti, orqa anal atrofida ham bu kasallik uchrab turibdi. Bu kasallikni rivojlanishi o'zi qanday? Rivojlanish mexanizmi qanday? Dastlab paydo bo'lgan sohada yengil qichishish boshlanadi. Vaqt o'tgan sari qichishish kuchayadi. Qichishish kuchaygandan so'ng o'sha terimizni qashlaymiz. Qashlashimiz oqibatida tugunchali toshmalarning paydo bo'lishi kuzatiladi. Qashlayveramiz. Juda ko'p qichish bo'lishini evaziga shu joyda terining qalinlashishi, terining dag'allashishi kuzatiladi. Tibbiy tilda bu lexinifikatsiya deyiladi. Endi bu kasallikni rivojlanishi, masalan, boshqa teri kasalliklarga hozir tepada aytdik, umumiy qichish jarayoni bo'lmaydi, lokalniy bo'ladi dedik. Aynan shu joyning o'zida kuchli qichishning evaziga ham og'riq ham rivojlanadi. Neyrodermit kasalligida yuqorida aytib o'tdik ba'zi bir ma'lumotlarni. Qanday kechishi, rivojlanishi, qayerda uchrashi va eng asosiysi bu kasallikni qanday davolaymiz? Asosiy muammo shunda. Kasallikni davolash. Umumiy davolash kerak. Ya'ni ham ichkaridan, ham tashqaridan. Ichkaridan agar bemorda hamroh kasalliklar bo'lsa, albatta u sabablarni bartaraf qilish kerak. Ikkinchi, organizmning allergik holatini pasaytirish kerak. Deposensibilizatsiya va antigistamin preparatlardan foydalanish kerak. Ko'proq bu antigistamin preparatlar
birinchi va ikkinchi avlod antigistamin preparatlari bo'lsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'p, keyingi davo mexanizmi markaziy nerv sistemasini maromga keltirish kerak. Tinchlantiruvchi preparatlardan, sedativ vositalardan foydalanish kerak. Va to'rtinchi mexanizm bu mahalliy tashqi tomondan gormonal preparatlardan, gormonal malhamlardan, kremlardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Unutmang, kasallikni davolashda faqat tashqi tomondan mahalliy, ya'ni tashqi tomondan malhamlardan foydalanish bular vaqtinchalik bo'ladi. Lekin kasallik jarayon ichkandan rivojlanib boraveradi. Bu degani ya'ni qaytalanishi mumkin. Shuning uchun har bir kasallikni umumiy kompleks terapiya asosida davolasak va sabablarini bartaraf qilsak, o'z-o'zidan kasallik ham chekinadi. Xo'p, neyrodermit kasalligi haqida imkon qadar to'liqroq ma'lumot berishga harakat qildim. Videoni ko'rasiz, eshitasiz, xulosa qilasiz va o'zingizga kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Qandaydir ma'lumotlar bermagan bo'lsam, albatta kommentariyaga izohlaringizni, savollaringizni qoldiring. Men albatta o'qib javob beraman. Agar sizda ham shunday muammolar bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz yoki shaxsiy konsultatsiya kerakmi, albatta bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Videoni yo'qotib qo'ymasligingiz uchun bizga obuna bo'ling va bu kasallikdan qiynalib yurgan tanishingizga, do'stingizga albatta videoni ulashing. Albatta foydadan xoli bo'lmaydi. Keyingi videolarimiz qanaqa mavzuda bo'lsin desangiz bemalol izohlarda qoldiring. Men o'qib va keyingi videolarni ham sizni talabingizga binoan chiqarishimizga harakat qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.